Agar Islom Maxachev Ila Tapuriga qarshi jang qilsa, kim g'olib bo'ladi? Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutma. Har bitta jang birinchi bo'lib stoykada boshlangani uchun birinchi bo'lib shu haqida gaplashamiz. Ila Tapuri stoykada ko'pchilikdan farq qiladi. Tapuri sovuqqon nokautyor. Uning har bitta zarbasi hisob-kitob qilingan. Bir marta e'tiborsizlik qilsang, biroz o'tib yerda uyg'onasan. To'g'ri, Islom Maxachev ham zarba texnikasida juda ham yaxshi progress qilgan va ko'p janglarida stoykada ko'proq harakat qilishni boshlagan. Lekin bu hali ham uning asosiy g'alaba qozonish instrumenti emas. Va ushbu aspektda Tapuri hozirgi vaqtda eng yuqori darajali jangchilardan biri. Agar grappling haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda Maxachev juda ham katta favorit. Islom Maxachev parterda zarba berish naryoqda tursin, u nafas olishga ham imkoniyat bermaydi. Agar Maxachev Tapuriyani parterga period qila olsa, Tapuriya uchun bu jiddiy muammo bo'ladi. Tapuri brazilskiy jiu-jitsu bo'yicha qora belbog' sohibi, lekin Maxachevga qarshi jangda bu narsalar jiddiy ahamiyatga ega bo'lmaydi. Do'stlar, ushbu jang haqida siz qanaqa fikrdasiz? Buni kommentariyada yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang.